bola sog'lom tug'ilib, o'z vaqtida gapirgan. Ammo katta va kuchli qo'rquv sababli uning psixologik holati ushbu jarayonga bardoshlik qila olmadi va bolada duduqlanish start oldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli mijoz, operator Dilorom eshitadi, labbayim. Menga bitta burger. Hurmatli mijoz, bizda onlayn bot mavjud va siz barcha buyurtmangizni aynan ushbu bot orqali yozma ravishda bajarsangiz bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling. Kam, qisqa va past ovozda gapirishga odatlangan bu bolakay bora-bora gapirishni emas, yozishga o'tdi va atrofdagilar bu bolakay gung bo'lsa kerak degan fikrga ham borishdi. O'tgan safargi yigit bo'shgina edi, bunisi-chi? Hoynahoy, mana shu yigit bo'lsa kerak. Xudo, sharmanda qilma. Voy, muncha qiliqlari jetski. Mayli, bitta suhbatlashib ko'raychi. Hech bo'lmaganda gaplari jonliroq chiqar. Oyim aytgan yigit siz bo'lasizmi?